Yo bolalar barchaga Lowslar bilan men Xardon Samuray va bugungi videoda biz jiddiy zo'r va trenddagi o'yin o'ynaymiz bolalar. Sizlarga ham yoqishi aniq. Короче bolalar, bu videomizda biz birgalikda fermamizni kuchaytirishimiz kerak. Короче, bu hozircha kichkinagina fermam bolalar, bitta sabzi bilan lavlagi bor. Короче bolalar, videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Men har doim har bitta o'yinda men randomli eng omadli 5 ta o'yinchini durja qo'shaman deganman bolalar. Sizlar hamma durja qo'shib qo'yasizlar, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Oddiy shartlar shu: videoga like bosasizlar, hamma kanalga obuna bo'lsizlar va kommentariyaga obuna bo'ldim va like bosdim degan yozib qo'yasizlar. Men randomli 5 ta eng omadli o'yinchini tanlab durjaga qo'shaman bolalar. Yo bolalar, hozir men o'tgan videodagi randomli eng omadli 5 ta bolaga do'stlashman bolalar. Shartlarni tushuntirib o'taman. Videoga like bosasizlar, hamma kanallarga obuna bo'lasizlar va kommentariyaga nickini yozib qoldirasizlar. Biz sizning shu shartlarni qilish shart. Va endi obuna bo'ldim va like bosdim yozgan hammaga do'stlashman. Amirbekka do'stlashingiz bo'ldi. Birinchi obunachiz Amirbekka do'stlashadik. Ikkinchi omadli obunachimiz obuna bo'ldim, like bosdim. Husan Blogsdan do'st qo'shsangiz bo'ladi. Ikkinchi omadli obunachimiz men Husan Blogs. Husan Blogsda ham qo'shdik bolalar. Obuna like bosdim. Kamronbekdan do'st qo'shsangiz uchinchi omadli obunachimiz Kamronbek. Mana Kamronbekdan do'stga qo'shdik bolalar. Mana bu ham aka, buni ham qo'shdim bolalar. Endi bolalar, undan keyin Bekmirza obuna bo'lib like bosdim. Bekmirzani ham do'st qo'shamiz mana. 4-omadli obunachimiz Bekmirza mana, Bekmirzani ham do'stga qo'shdik bolalar. 5-omadli obunachlarimiz do'stga tashlab 2015-yil 1. Buni ham do'stga qo'shamiz. Mana 6-omadli obunachimiz 6-omadli obunachimiz mana 6 ta, 5 ta emas, 6 ta odamga do'st tashladim mana. Sherzod 12 mana, Sherzod 12 ham do'st tashladik bolalar. Короче, sizlarni ham do'stga qo'shmoqchi bo'lsanglar bo'ladi, videoga like bosib, kanallarni barchasiga obuna bo'lib, shartlarni bitirib, kommentariyaga nickini yozib qoldiringlar. Короче bolalar, bitta obunachilar bor, obunachilar yo'q ekan bolalar, chunki soat 3:30, tushunibsizlar bu soat 3:30 bo'ldi, soat 3:30 kechqurungi. Men shuni sizlar uchun video olyapman bolalar, kontent qilyapman. Короче bolalar, bu juda ham trenddagi o'yin ekan. Biz ferma qurishimiz kerak, uni kuchaytirishimiz kerak, sotishimiz kerak. Hamma narsalarni yig'ib olib turib, mana bu yerga sotishimiz kerak. Короче, bizda nima bor? Bu yerda time skip degan narsalar bor ekan. Bular bizga kerak emas, bizga starter packlar kerak. Starter pack qattiq chiqaman. Harvest pack degan narsa bor ekan, buni ichida mana 160 Robux'imiz bor. Buni olamiz birinchi bo'lib. Biz Harvest pack sotib oldik bolalar. O yaxshi. Bizga soqqa berdi. $100,000 pul berdi. Endi biz mana bu yerdan 3-zonani ochib olib turib, 3-zona ochilmayapti kimagadir. $35 ochar ekanmiz va bu yerga buni seed, ya'ni nima edi? Seed nima edi? Urug'ini ekanmiz. Urug' ekildi. Endi buni hozir tezroq aniq qilish kerak. 2x moneda ham olib qo'yamiz, chunki bizga pulimizni 2x qilib beradi. 5 ta Robux ekaniga juda ham arzon. Robuxdagi dana. Короче bolalar, bundan keyin videolarga Robuxdan qilib o'ynashga harakat qilaman, qo'limdan kelgancha. Demak, time skip vaqtni yarim soatga uzaytirib yuborsak bo'lar ekan. Buni ham qilamiz bolalar. Endi yarim soat vaqt aniq qiladi. 4x money qilish 20 minutda Robux ekan. Yo'q, bularga olib turamiz. Keyin bizga yana Robuxga nima olsak bo'ladi? 4 Robuxga mana olsak bo'lar ekan. Starter pack mana, boshlang'ich pack bu. Mana onion, ya'ni piyozni seedini berdi bizga, urug'ini. Mavzuni ham ochib qo'yamiz, buzuni ham ochamiz, Hammani bilan ochib chiqdik. $400,000 bor mana. Dahshat bo'ldi. Mol ham shu o'sdi. 5 minutdan keyin kafras event boshlanar ekan. Mana bu tekinga ishlar bermas ekan. Jir shopda nimalar bor? Mana bu yerda bir nimalarni o'rgatib bo'lar ekan. Bu nima? Expand farm. Fermani kattalashtirish. Fermamiz mana shuni kattalashar ekan. Deydi 9 karalik bir nima bor. Hammasini olamiz. Yaxshi. 9 ga sotishsa bo'ladi endi buni. 16 ga sotdik. Yaxshi bo'lsa boshqa gap. Spring bir nima. Короче, bularni yaxshilab kuchaytirishimiz kerak. Balon ham yaxshi. Bu ham pulimiz qolmadi-ku. Pulim qani? Voy, bile pulim qani? Bo'laman, pulim qani? Voy, bile, men pulim yo'q. Pulim 2ga qoldi atigi. Dema. Men onlayn o'tiraman deganda pulim qolmadi. Upgrade seed bir nima. Короче, mana bossak bizda seed chiqadi. Urug'larni sotib olsak bo'ladi. $40,000 ga mana shunaqa bor ekan. Bu urug' bizga kerak emas, juda ham qimmat. $100 degan kerak emas, juda ham arzon. Bizga normal o'rtachirog'i kerak. Yo'q, bu ham bo'lmaydi bolalar. Biz aytda upgrade seed lock, ya'ni bu nima degani? Bu urug'larni omadini kuchaytirish. Bitta zo'r urug' chiqishni omadi ko'payadi, ya'ni bizda imkoniyat ko'payadi. $500 bizga kerak emas, bu 40 karalik yoki so'rasdik, o'sha oshib kerak edi ham. 40 karalik pul yig'ib olardik. Mana 14 ga yig'ilgan o'sha
Gerçi mana kuchaytiramiz maksimum qilib. Zo'r, buni ham kuchaytirdik. Mana olamiz qanaqa urug'lar chiqargan. 5000 dollarga urug' chiqdi. Bugundan yaxshiroq kutamiz bor-ku. Uni yaxshiroq kutib o'tirmaymiz. Mana sotaveramiz. Olib boring sotavering bularni. Hamma sotib olaman. Yaxshi. Bu yerdan ochib ko'raylikchi. Nima ochar ekan? Watermelon ekan. Bu bo'ldi watermelon bilasizlar nimaligini. Bu nima bu? Watermelon. Buni kuchaytirsak ham, kuchaytirsak ham bo'lar ekan bularni. Yo'q, bular hamma pulni tushirib olibman. Mayli, buni ham tushiramiz. Bizga qimmatroq olan tushirimiz kerak, maksimum 40 ming dollarga chiqdi yana. Bu yerda 10 ga pul yig'ilgan 20 ga bo'lib ketdimi? Yo'q, bilat, biznes ko'p. Mana 40 ga bo'lsa olaman qutlarni, 40 ga bo'lsa ana zo'r kuchaydi lekin bolalar. Zo'r soqqa ishlayapti, o'sha 40 ga. Day tezlashga urib chiq. Zaynab qolding tez ur. O yaxshi 40 ga pulimiz bor. Tang ettiramiz buni ham. O mouse o'tiramiz 40 galik set garbage deganmi, bir nima degan. 3000 dollarga ochar ekanmiz buni. Maylicha bizga mana yaxshiroq. Mana endi kuchaytirishimiz kerak. 400 dollarga kuchaytirsa bo'lar ekan. Hamzaga 10 ming dollar, 20 ming dollar. Bitta qutum qolib ketdi. Maylicha. Mana sotamiz 33 ming dollar. Yana quti bor mana bitta. Ayo, bag ekan. Bu nima bu? Yani Discord, qanaqa Discord bo'ldi. Mana kuchaytirishimiz kerak maksimum. Oy, unit bitta donasi 1000 dollar shunaqa berar ekan buni. O'sha 1200 dollar, 10 dollar berar ekan. Anochi 8 dollar, bir nima dollar pullar mustar ekan qarchi. Qarasiz qancha soqqa yig'ildi? 23 ga. Mana ham ochaveramiz. Jir shop ham bor bizda. Jir shopda nima bor ekan? Normal Federal 2 gross boost for 5 minut. Bitta vaqtinchalik narsalar bor ekan. Qarchi, CP degan suv bir nima tozalaydigan yana qanaqa asboblar bor. 3500 dollarga anaqa bor ekan. Yo'q, bizga qimmatroq kerak. 100 ming dollardan chiqsin. Omadli ko'proq kuchaytirish kerak. 8 dollarlik 2,5 ming dollarlik urug' bo'lmaydi. 80 ming dollar pul yig'ilgan bizda. 80 ming dollar. Undan ko'proq yig'ilsin tezroq, lekin faqat qanaqa? Yo, mustir bilan bo'ldi. Mustir. Normalroq spam bo'lmayapti magadir. 600 dollar yana. Bitta zo'r o'g'dan spam bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi. Turix Money olib ham 20 turux ekan. Turix Money olamiz bo'ldi. Bizga pulimiz Turix qilib beradi. O, bunisi boshqa gap. Turix Money ham oldik. Pulimizni Turix qilib 300 ming dollar bo'lib ketdi pulimiz. Shuni o'qilamiz. 300 ming dollar pulimiz bo'lib ketdi. Oy, event boshlandi. Boshqa gap. Event boshlandi bolalar. Nochekchi. Azizlik tushirishimiz kerak. Albatta 20 mingga tushiramiz. Qanaqa urug'lar chiqarganmiz, lekin mustur urug'lar chiqyapti bizga. Mustur. Oy, 90 minglik chiqdi. Bunisi boshqa gap. Mana nima bu? Mana bitta ochamiz. Dang ettiramiz, ochamiz. Dang ettiramiz, ochamiz. Dang. Bitta qo'yib qo'yishorman. 6000 dollar, 8000 dollar, 11000 dollar. Yo'q, bo'ldi, bu yoq kerak emas. Hozircha aka, ikkanaki bo'lib kuchaytiramiz bo'ldi. Sekundiga dahshat 5000 dollar pul berar ekan sekundiga. Faybilda, buni boshqa gap. 3000 dollar beradi. Demak, 168 ming dollar pul ishlaganmiz. Buni ham tiqaveramiz betga. Buni alantirib dashtidan olishimiz kerak. 500 ming dollarga chiqdi. Oy, bo'ldi, 500 ming dollarga olamiz hozir. Firmani kattalashtirish shart emas bizda. The Moship Dropped Melon. Bir nimalar bo'libdi, qanaqadir event boshlangan. Bu yerda eventda Next Plant Rush. Bir nima yana qanaqadir. Yo'q, bizda bunaqa narsalar yo'q. Nima bu? River 1, River 2, River 3. Yo'zonaga qaytamiz, chunki biz tushunmagan narsalar bor ekan bu yerda. 308 ga yig'ilibdi o'zi. Buni tashlaymiz, biz 500 ga mana olishimiz kerak. Bo'ldi, o'zi pulimiz ham tayyor. Qutilarni olamiz, sotaveramiz. Men yoqim sizga padarka. Biz mana olaylik. Oy, 500 ming dollar set oldim. Oy, bilan dolligini bo'ldi. Yaxshi. Qarshi, mana olamiz, yana sotaveramiz. Oling. Mana yana bittasi bor, ayo bo'ldi, qolmadi. Endi mana kuchaytirsa bo'ladi bemalol. 11 ming sekundiga 11 ming beradi. Bunisi boshqa gap. Mana aylantirsak, aylantirikchi. Qana 300 ming dollarga bitta set chiqdi. Pulni tezroq qo'yish kerak. Mana ham tezroq aylantirish kerak. 260 ming dollar yana. Biz tez kuchaydigan bo'ldi nimagadir. Nima bo'lib ketgan? Ikkita joy hozir mana kuchaytiraman. Mana kuchaytirish kerak oldim mana. Mana kuchaytiramiz. Hamma bilan kuchaytiryapmiz. Fuy bilat. Mana kuchaytirganimizga bo'lgan shu menimcha. Mana shundan kuchaytirish kerak mana shularni. Давайте soqalaylik. Bambu mutate.
300 ming dollar pul kerak bizga hozir. Event tugaydi ham. 300 ming dollar tez pul yig'ishimiz kerak. Mana tushuntirib bo'lganmiz. Bonusda buni ham yaxshi 140-150 ming dollar pulimiz bor, 400 ming dollar bo'lib ketdi. Bundan sotamiz, tez olib keting bularni, tezroq soqqalar qilish kerak. Yana bitta sit oldik 300 ming dollarga. Bunisi boshqa gap. Buni ham kuchaytiramiz. Davay sekundga qancha? 11 ga beryapti bu ham. Vahshiy dahshat bular. Bu voy bular 100 gami? Taychi yig'ilaversin pullar. Soqqalar yig'ilaversin, sit rolisini 3 taga o'zgartiramiz. 2 million 200 ming chiqadi. 600 ming. 600 ming pomidor. Bola pomidor chiqdi, pomidor olishimiz kerak. 1 million pulimiz bor. Easy yo'qmay tez olib keling, pullarni soqqalarni bering menga. 30 ming dollarga pomidor oldik. 6 ming dollarga pomidor oldik. Vallahi buni ochamiz. Buni ham ochamiz. Biz boshqa gap vallahi soqqalarni kerak. Buni mastin o'chirishimiz kerak. 17 ming dollar sekundiga beryapti. Bitta soqqa уже 1 million. Voy, уже 1 million bo'lib ketdi. Opa tezmayin, stay klient vash ko'payapti. Buni kuchaytiramiz. O, yana ular kuchaydi. Buni ochmay turamiz, juda ham ko'p bo'lib ketar ekan. 600 ming opa yana, 600 ming tez ishlang opa, faqat tez ishlang. Slab ekan slabshi. Bitta 600 ming dollarga bittasi chiqdi. Mana shuni olaymi bitta yana. Hoppa, ketadi bunda. Soqqalar tezroq yig'ishimiz kerak. Mana bu yerga tashab, bularni yana kuchaytiramiz. 27 ming dollar beryapti sekundiga bo'ldi. Yaxshi yopaman. Hozir zo'r o'ynagan bola, kayfli o'ynayapman. O'ylantiramiz tez. Mana kuchaytirish kerak. Aytchi, mana kuchaytiramizmi yoki molarni kuchaytiramiz bola. Mo deganiga hayron qolmayman, yoqib qoldi shunaqa ish. 1 millionimiz bor. Endi mana kuchaytirsa ham bo'ladi. Keyin mana kuchaytiramiz. Yaxshi, buni aylantiramiz. Qo'ygan soqqalarni yig'ib olish kerak tezroq. 45 millionlik secret. Bu qo'zg'orim. Bu nima bu? Voy, billa jinni bo'lib qolaman hozir. 45 millionga chiqdi. 45 millionligi. 45 millionlik yig'ib olamiz bo'ldi. Eng qiziq 45 million yig'ib olamiz degan, lekin qancha yig'amiz? Eng qizig'i. A new playtime reverse is pending. Bir nima beryapti valla. Bitta spin bergan bizga. Oy, spin berdi. Valla eng qimmat iltimos YouTube'dan buray uchun bo'ldi. Eng qimmati. Bu nima bu? Fertilizer. Bu nima bu valla? Nima bu eng qizig'i? Mana bu yerga. Bu minut vahshi tez 4x tez o'sar ekan. 4 million yig'ildi bu. 45 million yig'olamizmi eng qizig'i bo'ldi. 45 million qachongacha kutishimiz kerak endi. Demak, mayli kutaveramiz. Mana bu nima? Egiga merchant, tuxum merchanti bor ekan bu yerda. Bu yerda tuxum sotuvchi bo'lar ekan. Bilet nima bu? 500 millionga uslov. Bu nima bu? Bu yerdagi narsalarga uncha tushunmadim. Demak, mana bu yerda yana zona bormi? Bu biroz zonasi ekan, matashib qoldim. Mana bu yerda qanaqadir event bo'lar ekan. 3 kundan keyin yangi event bo'lar ekan. Event albatta o'ynaymiz bo'ldi. 5000 dollar pul beradi. 5000 dollar. Opa, to'xtab turing, hozir juda ham zo'r talentni olib kelib soqqalarni olib beramiz, ko'rachi. Izli juda ham ko'p pomidor va yetishtirgan polizlarim bor. Ko'zingizni qisib turing. Hayajonlanmay turing. To'xtab turing. 10 million yig'ilib turibdi. 45 million qancha yig'iladi? Eng qiziq 45 million qancha yig'iladi? 45 million. Tez yig'ilsa 45 million bo'ldi, bizga 45 million kerak. Pizdiz bo'lib qo'zg'orin olmasak bo'lmaydi albatta bo'ldi. Короче, bola o'ylab o'tirib turibman, o'zimga Robux tashab yubordim. Endi biza ma'noni olsak bo'ladi bemalol. Robuximiz qani? Harakachi tushmayaptimi? Bola nagalar Robux tushmayapti akkauntimizga, qachon tushar ekan eng qizig'i. Mana shuni sotib olamiz hozir bizda 6x money. Bir bo'lsak Robux kirib ketdi. Tushdimi Robuximiz? Tushmayapti hali. Ettikinga narsa beraman ekan. Tushmabdi qarigacha bo'ldi Robuximiz nimaga? Tushunmadim bo'ldi. Yo'q, Robuximiz tushgan-ku. Hozir ana o'qib ko'ramiz bo'ldi. Mana tushdi bo'ldi. Endi tushdi endi sotib olamiz. Qanaqa pulimiz qancha bo'ladi? 35 million. 45 million qilishimiz kerak. Yani 10 million pul kerak bo'ldi. Vashcha azizcha qoldi. Keyin mana shu eng qimmat qo'ziqorini olamiz. Secret ekanda bu. Secret ham bo'lsin manda bo'ldi. Mana shuni ochamiz 200 ming dollarga. Ikkinchi secretga olamiz. Qarang, pulni ko'payishini ko'rasizlar bo'ldi. Pulni ko'payishini ko'rasizlar. Qarang. 38 million, 39 million. Davay, tez ko'pay. Mana olish kerak. Qarang. Qani ko'paygani?
Bolalar qaranglar 45 million bo'ladi hozir. Bolalar qarang 46 milliondan. Opam men sizga juda ham katta tovarlarni olib keldim. 47 millionlik tovar. Endi buni olamiz. Voy bля, bolalar jinni bo'lib qolamiz. Oy bля. $1000 sekundiga $200,000. Sekundiga $200,000 deyapti, men tushunmadim. Soqqalar yig'ik, soqqalar olamiz. Opam men sizga juda ham ko'p soqqalar keladi hozir. Xavotir olmang. Davay, 2,5 million mana sizga 2,5 million. Yaxshi, biz uni kuchaytiramiz, ko'proq buni suvda ham kuchaytirishimiz kerak. Albatta zo'r, men ro'yxatimiz qolmadi endi qizig'i. Davay, mana olib qo'yganmiz. Hamma juda ham ko'p narsa olib qo'yganmiz. Jir shop Harris Stock. Jir shop kerakchi bo'ldi. Jir shopga nima bo'ladi bitta. 1 millionga ona acid spray olsa olmaydigan bo'ldi. 2x globus for 5 minut. Bizga mana shundan kerak. $500,000 olamiz hozir. $500,000. Mana sotaramiz. Yaxshi. Jir shopga kiramiz. Buni olamiz. Demak, buni mana bu yerga yuboramiz. Juda ham zo'r 5 minutda juda ham tez o'sadi. Bunimiz endi bizga endi nimalar bor? Yo'q, bu yo'q, vobshe qimmat ekan bo'ldi. Mana aylantiramiz, qanaqa navani biriktirib bir minutdan bilat. Buni qo'ziqorinlarim qaylar bo'ldi? Qo'ziqorinlarni zo'rlagan. Hop, o'z boshqa gap. Tezroq soqqalarni bersa, o'ta 15 millionlik potato seed chiqdi. Legendarniy potato bo'ldi. Potato nima ekan bilasam, albatta bu karchka degani, karchkani qayerlar turishini hozir buni urg'ida olamiz. 15 million kerak, bizda 5 million bor. 44 million bo'lib ketdi. Voy bilan quyit qilyapmiz. Almashtiramiz. Kerak 40 milliondan chiqqani sekret. 4 milliondan chiqdi. 40 millionlik sekretidan kerak. Yo'q, bola. Qarchi bizga kirgan suvga analar bor. Ama soturamiz, bu ham kerak emas, bu ham kerak emas, bu ham kerak emas, bu ham. Bu 40 ga berar ekan. Yoki bu emas, yo'q, bu ham kerak emas bo'ldi. Mana ham kerak emas. Faqat mana shu o'stirdim, bu 558 ming tanga qancha beradi sekundiga. Bitta kuchaytirib qo'yaylik-da buni. Dangittiramiz. Million qilib qo'yaylik. Hoppa, endi million qilyapti. 3 millionimiz bor hozirchalik. Soturamiz. Normalniroq bizga seed kerak, normalniroq bizga 200 ming, 300 ming dollar vaqti bo'lmaydi. Hozir millionlikdan gaplashamiz, hozir biz millionlikdan. Tang. Yo'q, mustir bilan ham bo'ldi. 77 million. Voy billahi 77 million bor. Endi 600 ming, yo'q, normalniroq chiqmayapti-da bo'ldi. Normalniroq chiqmayapti. 100 million. Bu qaysidu? Mana uni? Qaysi u bola ko'rinmayapti menga nimagadir. Voy billahi. Mana uni? Qaysi biri bo'ldi? Hozir olganimiz 100 millionlik Nectarine Epic. Buchi? Yo'q, bular musir. Bu hozirgi olganimiz qana bolalar? O'shani topib olmayapman. Qaysini oldik biz hozir? Sumkacham qana? Sumkacham. Mana. Buni? Yo'q, bu emas. Sumkacham olay. Watermelon seed. Yo'q, bu emas, bo'ldi, albatta bu emas. Tomatomi yoki tomatomi? Mana bo'ldi. Tomato. Mana shu. Xuddi o'zi bo'ldi. Xuddi o'zi 77 million olamiz. Dangittirib sotamiz. Endi buni tomatoni ham olamiz qo'limizga. Tomatoni bu yoqqa joylashtirib qo'yamiz. Bu emas, tomato. Bu yerda ochish kerak ekan-ku oldin. Tez ochib qo'yaylik-da buni. Tomatoni joylashtiramiz. Voy bilat, 2 million beradi sekundiga, 2 million. Voy bilat, jinni bo'lib qolsang arziydi. Jinni bo'lib qolsa arziydi bo'ldi. Tez menga soqqa ber. Bu soqqa bermayapti nimagadir. Qo'yganlar sitlarni sotib kelish kerak. Sel zona qattiq eng qizig'i, sel zona. Sel bor, lekin biz bunga qanaqa bilan sotamiz? Yo'q, bilat. Sezoni qattiq bo'ldi. Hozir bola sezonni topib kelgunimizcha salpa kutib turasizlar. Sezon qattiq edi. Hozir bola bizda bunaqa event bo'lyapti. Bizga aytgan pomidorlar otib turib, mana bunaqa bizani urug'larimiz buzib ketadigan mana qanaqadir hayvonlar paydo bo'lar ekan event ichida. Mana shu hayvonlarni o'ldirishimiz kerak ekan. Kech bo'ldi, hammasi tayyor. Hammasini yedirdik. Bu nima bu endi? Boss. Voy, mana ekan boss. Mana shu bossni o'ldirishimiz kerak bo'ldi. 18 mingta HP'si bor, ya'ni joni bor. Mana shu bossni hammamiz o'ldirishimiz kerak. Sonra anadagi event ichidagi davay tez bu bossni o'ldirib tashlashimiz kerak bo'ldi. Bolalar mana eng anasi bossni o'ldirishimizga ham juda ozgina qoldi.
Bu hayvonni ham o'zi o'ldirib tashlaymiz bo'ldi, vahshiy zo'r bo'ldi. Buni ham yanchib tashladik. Bizga pastdan kichkina narsalar berar ekan, tangachalarda berar ekan. Короче, bu event ustida bo'ldi. Eventga yorib tashladik vahshiy. Yaxshi deymiz, qancha pul? 678 million pul bo'ldi. Pizdes bo'ldi. Biza sel degan topolmadim, sel vahshiy topolmadim. To'g'ri kirsam bitta selni qanaqa sotarsam bular kim bo'ladi, mana qilardi. Qayerdan sotarsam, qanaqa sotarsam bo'ladi, vallahi tushunmayapman shunga. Bitta sel yo'q-ku, bitta sel zona. Yoki bormi? Bitta qanaqa joylashtirsam bo'lar ekan, vallahi. Reset deyli. Bu nima bu? Bu nima bu endi qizig'i? Yo'qib ketmas yana zona. Uka senga kerakmi sit? Sit kerakmi degan senga. Uni sotarishni yo'lini topish kerak vallahi. Короче, bularni sotib olmadim. So'ng keyin sotib qo'ygan yaxshi deb o'yladim. 9 millionga mana olamiz, 900 millionga. Degan biz mana salpa o'yin kuchaytiramiz. Yetti yaxshi. Endi bir onadir biz vahshatdan sit qilishimiz kerak. Kamida 600-500 millionlik sitdan qidirishimiz kerak. Urug'dan qidirishimiz kerak. Sit degan urug' degani bola o'zi tushunib olasizlar. Urug' 500-600 millionlik urug' chiqishi kerak bizga. Ay, pulya bola 1,5 milliardlik prismatik urug' chiqdi. Bu cinnamon sit deyapti. Bu nimaligini tushunmadim, lekin bizda 1,5 milliard pul bor. Endi bu 1,5 milliardni bizga bemalol qanaqa qilsak bo'ladi. Bola salpa pul yig'ishni kuchimiz kerak faqat. Azizcha pul yig'ishni kuchimiz kerak. Mana shu 1,5 milliardlik prismatik simonik sit olsak bo'ladi bemalol. Faqat pul so'qqa yig'ishni kuchimiz kerak bo'ldi. Demak bola, короче, o'yinni mana shu joyda tugataman bola. Chunki video juda ham chiqib ketdi. Bu sit, ya'ni bu urug'ni aniq olamiz, 1,5 milliardlikda. Faqat keyingi qismida bola, ikkinchi qismini ham ko'rishni xohlasanglar, videoga like bosib kanalimizga obuna bo'linglar bola. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.